Mobillik direktori sifatida o'zim va yaqinlarim uchun bu katalogda birinchi qilgan zakazlarim. Birinchi o'rinda mana shu vitamin C ga e'tibor berdim. Buni klientlarim hamda yaqin oilam uchun oldim. Chunki o'tgan hafta bir hafta turolmay yotganimda burnimdan oqib, mana shu badlar aynan meni birpasda oyoqqa turib ketishimga sabab bo'ldi. Buni to'liq videosini keyingi videoda ko'rsataman. Keyingisi, erkaklarimizni ham unutmagan holda ular uchun endokrin sistemasini, ya'ni gormonal o'zgarishlarni hammasini tiklab hamda erkaklik kuchini oshirib beradigan badimiz. Kimga jo'natib qo'yishni bilasiz. Keyingi yana sog'liq uchun, bu o'zim uchun aynan oyoqlar orqali butun organizmdagi shlaklarni chiqartirib tashlovchi pachkalarimiz, o'zimga uchala pachkasi ham. Bu aynan nimaga kerakligini bilishni xohlasangiz, pastdagi videolarga tushib ko'ring. U yerda to'liq obzorini qilganman. Hamda kollagen, enerji, kuch beradigan aynan tetiklik. Bu bittasi klient uchun, bittasini yana oilamizga olib qolaman. Bittasini ichishni boshlagandan keyin 3-kundan keyin srazi tetiklik, holim qaytib, hayotga qiziqishim yana qaytganini, energiyam borligini his qildim. Aynan energiyangiz bo'lmasa, hech narsaga kuchingiz yetmayotgan bo'lsa, qiynalib yurgan bo'lsangiz, energiya qadar olishni bilmay, mana marhamat siz uchun va men uchun maxsus enerji tanlagan. Bundan keyin batareykaga o'xshab, hamma ishlaringiz durasiga o'xshab yurasiz, yugurib qolib. Protiv выпадения, bu o'zim va singlim uchun aynan sochlar to'kilishini to'xtatib, yangi sochlar o'sib chiqib, yangi qalin sochlaringiz bo'ladi. Menga yoshim mana shunaqa, keyin sochlaringiz yangilari tarvaqalab turadigan bo'lib qoladi. Bunisi ayajonim uchun Biroyal 24 karat oltin va asal bilan kunduzgi kremini olganman. Bu 35 va undan yuqori yoshdagi ayol qizlarimiz uchun maxsus, juda ham sezuvchan teri yosharmoqchi bo'lgan bo'lsa, aynan ularga olib berish muddao. Mana ko'rib turganingizdek, ichi polностью oltinli va nihoyatda ishlatilishga приятный teksturaga ega. Davom etamiz. Oltinli seriyalarimizdan bu oqartiruvchi tish pastasi. Agar tishlaringiz sarg'ayib, choydan qoralari yig'ilib qolib, tosh bo'layotgan bo'lsa, karies boshlangan bo'lsa, aynan mana shu zublar pasta osonlikcha tishlaringizni yarqiratib, hamda свежее dihaniya bo'ladi va 3 kundan keyin tishlaringiz xuddi vinir qilib qo'yganda yaltirashni boshlaydi. Bu tish pastalarini bilan birgalikda srazi zublar щеткалaridan zakaz berdim. Zublar щеткаlarimiz bittasi, ikkitasini olib, yumshoq zublar щетка, bu средней плотности, o'z-o'zini tozalaydi. Serebro, ya'ni kumush ionlari bilan bor. Kumush ionlari bilan antibakterialniy vazifani bajaradi. Bu modnitsa qizlarimiz uchun klientlarimiz sevishga ulgurdi. Aynan makiyajni silliq yotishini xohlasangiz, hech qanaqa o'rallaringiz ko'rinmasligini, ajinlaringiz yashirishini xohlasangiz, mana shu blur krem aynan muddao. Men zapasga olib qolyapman, o'sha ikkitasi kelib qoldi. Video olishga ulgurganim yo'qman. Keyin o'zim uchun yana katalogni boshlab avval o'zimga zakazlar urib oldim. Mana bu qo'shimchimiz. Qo'shimcha shunaqangi qattiq qilingan. Bu It's Collagen seriyamiz vitamin C hamda SPF 25 bor. Srazu quyoshdan saqlaydi, покрытияsi nihoyatda chiroyli bo'ladi. Srazu защитная plyonka bilan. Voy, sizlarni onlaringda ochamiz. Qo'shon bu tonalniy и pudra bittada degani. To'la. Сразу ухоженный вид beradi. И обязательно mana bu X2 tushlarimiz. X2 tushlarimiz srazu qalinlik va uzunlik beradigan tushlar. Juda ham tez bo'yaladi. Agar siz ko'p vaqt bo'yashni yoqtirmasangiz, tez-tez kipriklaringizni pishni bo'lishni xohlasangiz, aynan mana shu tushlar sizga. Hamda gel peeling skakka ham unutmadim, yuzda agar insonning yuzi g'adir-budur bo'ladigan bo'lsa, notekisliklar bo'lishi, bu aynan shlifovka vazifasini bajaradi. Silliq, tiniq bo'lishini, makiyajingiz silliq yotishini xohlasangiz hamda kremingiz yaxshi singishini xohlasangiz, aynan mana shu skatkadan olib ishlatish kerak. Bu klientlar uchun. Keyingi obzorlarimda
aynan vitamin C seriyasini to'liq obzor qilib beraman. Siz ham mana shu mahsulotlarni 20% skidka bilan olishni xohlasangiz, Digirtga murojaat qiling.